Erkak kishi istalgan bir biznes boshlaganda biznesi bittada gullab ketadigan oltin va hech qachon buzilmaydigan qoidani aytaman. Erkak kishi kun davomida ayolini 3 marta, 5 marta quchoqlab, bag'riga bosib, SMS yozib tursa, "Onasi, men seni yaxshi ko'raman, yaxshiyam borsan, nima qilasan, ovqatlanding" desa bo'ldi. Nimaga? Chunki har qanday ayolning xotirjamligi, sokinligi erkakning barakasi hisoblanadi. Qaysi erkakni ko'rgansiz oilasida muammosi bor erkakning ishlari yurishib ketganligini? U ishga boradi, uydagi muammoni o'ylab o'tiraveradi. Ya'ni fokusni bera olmaydi ishiga. Agar ayol xotirjam bo'lsa, ya'ni har gal uni er quchoqlaganda, SMS yozganda ayolning xotirjamlik, sakinat, ayollik gormonlari zo'r ishlaydi. Ayollik gormonlari zo'r ishlagan sokin ayol hech qachon qaynonasiga gap qaytarmaydi, farzandlariga baqirmaydi va erishdan kelganda kulib kutib oladi. Demak, qarang, bitta oltin qoida, oddiy va tepa-tekin qoida. Erkak kishi ayolga bo'lgan e'tibori, ayol kishining energiyasi erining barakasiga. Erkakka e'tibori ayol esa xotirjamligi sabab bo'lar ekan. Bu juda ham oddiy. O'sha uchun ham bu garmoniya deyiladi.